Jizzax viloyati Yangiobod tumani Do'stlik mahallasida yashayman. Men suyultirilgan gazni 35-40 kun oralig'ida ID karta bilan suyultirilgan gazni olaman. O'z vaqtida yetkazib beriladi bizga. Hech qachon e'tirozim yo'q. Mana bugun biz Yangiobod tumanida birinchi chorakda 150 tonna gaz tarqatdik. 150 tonna gazni aholiga ID kart orqali tarqatyapmiz. Hozir xalqimizdan hech qanday ma'lumot e'tiroz yo'q. Hammasi joyida.